Bugungi kunda dunyo bo'yicha barcha sohalarda raqamlashtirish jarayoni jadal ravishda rivojlanishni davom etmoqda. Barchaga ma'lumki, ushbu jarayon inson hayotini yengillashtirib, vaqt va mablag'larni tejashga xizmat qiladi. Birja faoliyatida ham raqamli yechimlar orqali savdo ishtirokchilari uchun bitimlarni tez, qulay va ishonchli amalga oshirish imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda savdo, kliring, hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish maqsadida bir qator zamonaviy dasturiy mahsulotlar ishlab chiqilgan. E'tiborlisi, Uzero'ning barcha dasturiy mahsulotlari uning axborot texnologiyalari va innovatsiyalar boshqarmasi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqiladi. Bu jarayonda Uzero'ning dasturchilari boshqa tarkibiy bo'linmalar mutaxassislari bilan hamkorlikda dasturiy mahsulotlar foydalanuvchilari, ya'ni birja savdo ishtirokchilari duch kelayotgan muammolarni o'rganadi, ularning ehtiyojlarini tahlil qiladi va shu asosda yangi yechimlar yaratadi. Shu tufayli har bir dasturiy mahsulot foydalanuvchi uchun qulay, moslashuvchan va zamon talablariga mos qilib ishlab chiqilmoqda. Keling, Uzero'ning asosiy dasturiy mahsulotlari bilan tanishtirib o'tsam. Avvalo, Rhombus FX valyuta bozorida savdolar o'tkazishga mo'ljallangan xalqaro andozalar va me'yorlarga asosan ishlab chiqilgan asosiy platforma hisoblanadi. Bu platforma savdolarni tez va xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi. Rhombus Derivatives savdo platformasi orqali futures bitimlari elektron tarzda tuziladi. Bu bozorda aniqlik va shaffoflikni ta'minlashga ko'maklashadi. Uzero platformasi esa pul bozori va davlat qimmatli qog'ozlari bozori savdolarida bitimlarni tuzishga mo'ljallangan. UC Mobile GB mobil ilovasi foydalanuvchilarga davlat qimmatli qog'ozlari bilan savdolarda masofadan turib ishtirok etish va bozor yangiliklarini kuzatish imkoniyatini beradi. Savdo natijalari bo'yicha hisob-kitoblar Uzero'ning settlement tizimi orqali avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bu tizim bitimdan keyingi jarayonlarni tezlashtiradi. UzClear tizimi esa savdolar natijalariga ko'ra savdo ishtirokchilarining talab va majburiyatlarini o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishga mo'ljallangan. Shuningdek, davlat qimmatli qog'ozlarini saqlash va hisobini yuritish uchun Depomax Depostar tizimi ishlab chiqilgan. Birja ma'lumotlarini tashqi foydalanuvchilarga tez yetkazish uchun Market Data Adapter tizimi ishlatiladi. U ma'lumotlarni standart shaklga keltirib, xalqaro platformalarga uzatish imkoniyatini beradi. Omnis API tizimi orqali esa investitsiya vositachilari o'z savdo tizimlarini to'g'ridan-to'g'ri birja platformalariga ulash imkoniyatiga ega. Direct Debit tizimi esa hisob-kitob jarayonlarida savdo ishtirokchilarining bank hisob varaqlaridan pul mablag'larini avtomatik ravishda yechib olishga va bitimlar bo'yicha hisob-kitoblarni tezlashtirishga ko'maklashadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu yechimlar ishtirokchilar uchun katta yangiliklar yaratmoqda. Endi bitim tuzish uchun vaqt ham, qog'ozbozlik ham kamayadi. Barcha jarayonlar tez, shaffof va xavfsiz bo'lib bormoqda. Raqamlashtirish bu yangi imkoniyatlar kaliti. Uzero bu yo'nalishda zamon bilan hamnafas bo'lib, bozor ishtirokchilari uchun qulay va ishonchli muhit yaratishda davom etmoqda.